Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahalla ala fakhizika al-ukhra. Fahamalaha ala fakhzihi al-ukhra. Faqal sallallahu alaihi wasallam. Al-ana adalta. Anil Hasan qal bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu ashabahu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni halqasida o'tirib, ularga bir narsani gapirib turgandilar. Shunda bir yoshgina bola keldi, majlisni oxirrog'ida o'tirgan odamning oldiga borib o'tiruvdi. U odam bolani boshidan silab, bag'riga bosib, tizzasiga o'tkazib oldi. Undan keyin qizcha keldi. Uni qizchasi ekan. U ham yoniga kelib, otasini oldiga o'tiruvdi. Uni ham bir bag'riga bosib, peshonasidan o'pib, boshidan siladi-da, yerga o'tkazdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu ishga qarab turgan ekanlar. Payg'ambarimiz aytdilarki, nega uni yerga o'tkazding? Uni ham tizzangga o'tkiz dedilar. Shunda xo'p bo'ladi deb boshqa tizzasiga qizini o'tkazdi. Shunda ana endi adolat qilding deb aytgan ekanlar. Ulug'lar, solihi salaflar kanu yastahibbuna an ya'dila ar-rajul bayna waladihi hatta fil qubli. Bu zotlar yaxshi ko'rardilar bolalarni o'rtasida adolat qilishlikni. O'g'ilga ham, qizga ham, kattasiga ham, kichigiga ham bir xilda muomala qilishlikni yaxshi ko'radilar. Hattoki o'pib qo'yishlikda. Peshonasidan o'pishlikka bolaga ruxsat berilgan. Imom Ibn Abu Shayba rahmatullohi alayh bu hadisi keltirgan ekanlar. Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh, ya'ni ikkinchi Umarus Soniy maqomini olgan ulug' xalifalardan, bu kishi aytar ekanlarki, o'g'illarini har gal bag'irlariga bosgandan keyin, ya fulan, vallohi inni la uhibbuk wa ma astati'u an asaraka ala akhika biluqmati. Bolam, men seni juda yaxshi ko'raman, lekin okangdan seni ortiq ko'ra olmayman. Okangga ham senga o'xshab bir xilda sevgimni, yaxshi ko'rishimni, mehrimni ko'rsatishim kerak derkanlar. Uni ham bag'rimga bosishim kerak, uni ham xuddi seni erkalagandek erkalab qo'yishim kerak deb aytar ekanlar. Bu Umar ibn Abdul Aziz roziyallohu anhu ulug' tobiinlar, ulug'lardan hisoblanadi. Bu kishini bu ishlarini Imom Ibn Abu Dunyo rahmatullohi alayh keltirgan ekanlar. Dinimizni talabi, farzandlarimizni hammasida adolat bilan e'tibor qilishlikni, faqat bittasiga sen aqllisan, sen odam bo'lasan, sen harakat qilgin, sen hammasidan so'ra tuzurog'isan deb bolalarning o'rtasida bittasiga faqat e'tibor qildiriladigan bo'lsa, qolgan bolalarning ko'yini og'rib qoladi. Bir sahoba Rasulullohning oldilarida shunga o'xshagan ish qildi.
bitta bolasini qo'liga ko'tarib olgan holda ikkinchisini yetaklab kelyapti. Ikkalovi endi egizak bo'lsa kerakda, barobar yoshda. Rasululloh to'xtatib, bular katta bo'lganda senga bir xil muomala qilishini xohlaysanmi? dedilar. Menga bir xil mehr ko'rsatishini, bir xil muomala qilishini xohlayman. Unda hozir ikkaloviga ham bir xil muomala qilgin. Buni ham ko'tarib oldi, buyurgan ekanlar. Hatto o'sha ko'chada yurganimizda bittasini ko'tarib, bittasini yerda yetaklab yurishimiz ham, oyog'i bilan yurishida ham adolatsizlik bo'lib qolar ekan. Yoki bo'lmasam galma-galdan ko'tarib birga yurishimiz, yo barobar ikkalovini barobar ko'tarib olishimiz kerak bo'lar ekan. Hattoki shu ishlarda adolat qilinayotgan bo'lsa, muomala qilishlikda adolat qilishlik talab qilinayotgan bo'lsa, bolalarimizga sovg'a salom berishlikda ham, ularga bir xursand qiladigan narsalarni berishlikda ham albatta e'tibor qilishligimiz, bir xilda adolat bilan muomala qilishligimiz shariatimizni buyrug'i ekan. Toki bu farzandlar ertaga o'ziga nisbatan ham, atrofidagilariga nisbatan ham, ota-onasiga nisbatan ham ayniqsa adolatlik, haqiqiy mehr, oqibatni ko'rsatishligiga bu ishlarimiz sabab bo'ladi. Aka-ukani urushtirib qo'yib, yutganini xursand qilishlik, hali kurash tushiriladi. Kichkinasini quvvati kamroq bo'lishi mumkin, kuchi yiqilib tushavergandan keyin uni haqoratlab, eblolmading, qilolmading deb akasini maqtaverishlik ertaga shu kichkinasini ko'proq g'azabli bo'lib, ota-onasidan arazlab katta bo'lishligiga bu sabab bo'ladigan yomon ishlardan. Shuning uchun muomala o'rgatadigan bo'lsak, bolalarimiz ertaga bir-biriga nisbatan ham adolatlik, bir-biriga nisbatan ham mehrlik, oqibatli bo'lishligini ta'minlashni harakatida bo'lishimiz kerak bo'lar ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.